Hurmatli O'zbekiston xalqi, men bu videoni menga o'tkazilgan ko'plab tazyiq va zo'ravonliklardan so'ng olishga qaror qildim. Prezidentimiz aytayotganlaridek, hozirgi kunda sportchilar tomonidan ko'plab ko'cha bezoriliklari, huquqbuzarliklari va zo'ravonliklar kuzatilmoqda. Men ham mana shunday bezorilikka, huquqbuzarlikka, zo'ravonlikka uchragan ayol sifatida shuni aytib o'tmoqchimanki, men 2025-yil 30-avgust kuni professional boksyor Shohjahon Ergashev bilan turmush qurdim. Oilamizda to'yimizdan 20 kun o'tib kelishmovchiliklar kelib chiqa boshladi. 21-sentyabr kuni meni arzimagan sabab tufayli urib, kaltaklab, ketishni xohlayotganimni aytganimda meni oshxona pichog'i bilan qo'rqitib, tahdid qildi. Men yashashni davom ettirib, 21-oktyabr kuni yana shunday zo'ravonlikka duch keldim. 21-oktyabr kuni Moskva shahrida meni urib, bir qulog'imni eshitish qobiliyatini pasayishga olib keldi va ketishni xohlashimni aytganimda menga turli tahdidlar, shantajlar qilib yashashga majbur qildi. Oradan bir oy vaqt o'tib, yana meni urdi, kaltakladi. Ota-onamga telefon qilib, meni qanday urayotganini ularni eshitishga majbur qildi. Va oradan bir kun vaqt o'tib, yana uyda oshxona pichog'i bilan menga tashlanib, o'ldirish bilan qo'rqitib, meni yashashga majbur qilib keldi. Ketishni xohlayotganimni aytganimda har safar menga tahdid qilib, meni o'ldirish bilan qo'rqitib, meni sharmanda qilish bilan, oilamni ajratish, ota-onamni o'ldirish bilan qo'rqitib, yashashga majbur qilib keldi. Men uni uydan ketganimdan keyin ham mana shunday tazyiqlar davom etmoqda. Hozirgi kunda 20 kundan beri menga har xil shantajli gaplar yozib, meni bezovta qilib, o'zimni o'ldirishgacha olib borishini aytib, meni qo'rqitib kelmoqda. Ota-onamni sharmanda qilish bilan meni qo'rqitib, majburlab kelmoqda.